2026-yil sentyabr oylariga Umra safarini amalga oshirishni istayapsizmi? Ishonarli tur firmalarini topolmayapsizmi? Unda bu video aynan siz uchun. Assalomu alaykum, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan hurmatli YouTube kanali obunachilari. Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holidays o'zining rasmiy litsenziyasiga ega bo'lgan tur firmasining rasmiy ofisida o'tiribmiz. Bu yerda biz sizlarga Umra safari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Buning uchun like, podpiska bosib, Umraga bormoqchi bo'lgan yaqin aka-uka opa-singillaringizga yuborib qo'yinglar. Biz videoni boshladik. Xo'p, azizlar, hozirgi kunda Umra safarimiz 14 kundan iborat. 14 kunlik Umra safarida 2 kecha 3 kunduz Madinada hamda 11 kun Makka mukarramada bo'linadi azizlar. Gastinisalarimiz 4 yulduzli gastinisalar. Madinada markaziyada joylashgan, oraliq masofa 250-300 metr, Makkada esa 800-900 metr oraliq masofada bo'ladi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Bundan tashqari Madinada Qiblatayn, Uhud tog'i, xurmo bog'lari hamda payg'ambarimiz ravzalariga ziyoratlar ham bor azizlar. Bundan tashqari Qur'on kitob kutubxona bosmaxonasiga ham Qur'on kitob bosmaxonalariga ham bemalol ziyoratlar ham bo'ladi azizlar. Albatta ishlayotgan bo'lsa haftada 2 kun yoki 3 kun ishlanilyapti. Borgan kuningiz to'g'ri kelinsa ochiq ishlayotgan mahalla bemalol elboshda o'zi olib turib olib chiqishadi azizlar. Bundan tashqari Makkada Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamorot, Mino, Muzdalifa hamda qo'shimchasiga Qizil dengiz sayohatini ham qo'shib qo'yganmiz azizlar. Bu barchasini malakali, tajribali elboshlar hamrohligida bo'ladi azizlar. Xo'p, bundan tashqari azizlar, hozirgi kunda bizlar bilan bog'lanishga sal qiyinchilik bo'lyapti ekan. Bizlar bilan ekraningizda raqamlar bilan bog'lanishingiz mumkin va Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqsangiz, siz bizga Instagram pasportingizni tashlasangiz, biz sizga Centrum shot raqamlarini tashlaymiz. Shunda o'zingizga yaqin bo'lgan, qulay bo'lgan bank ofislaridan to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Biz tomonidan tuzilgan shartnomalarga ega bo'lasiz. Agarda ofisimizga keladigan bo'lsangiz, ofisimiz Marg'ilonda, O'ramda joylashgan. Bemalol aloqaga chiqib keling. Centrum rasmiy kassalariga narx fonda to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Albatta, Zagreb pasport esdan chiqmagan holda. Shunda biz tomonidan tuzilgan shartnomalarga ega bo'lasiz azizlar. Xo'p, bundan tashqari azizlar, hozirgi kunda agarda siz bizni firmamiz Centrum Holidays firmasi tomonidan boradigan bo'lsangiz, bizda mana bunday bejiklar bor. Bu bejik mehmonxonamiz qayerda joylashgan va mehmonxonamizning nomerlari kiritilgan bo'ladi azizlar. Xo'p, bundan tashqari azizlar, mana bunday kandilchalar beriladi. Bularning xudo xolasa har xil razmerdaligi bor va sumka beriladi azizlar. Mana bunday bemalol narsalaringizni solib yurishingiz mumkin. Xo'p, bularning barchasi bepul azizlar. Bu aytib o'tib ketgan paketimiz standart paket deb nomlanadi azizlar. Bemalol ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin azizlar. Xo'p, hozirgi kunda reyslarimizga keladigan bo'lsak, reyslarimiz har hafta, haftaning har seshanba Toshkent Jidda yo'nalishli reysimiz bor. Haftaning har chorshanba Farg'ona Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor azizlar. Eng qiziq joyiga keladigan bo'lsak, narxlariga keladigan bo'lsak, standart paketimiz Toshkent Jidda yo'nalishli reysimizning narxini $1050 sizlar uchun qildik. Standart paketimiz Farg'ona Jidda yo'nalishli reysimizning narxini esa $1075 dan deb belgiladik azizlar. Malakali, tajribali hamma elboshlar hamrohligida safarlaringizni amalga oshirishingiz mumkin azizlar. Bemalol ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin azizlar. Agarda video syomkamiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib, Umraga bormoqchi bo'lgan yaqin aka-uka opa-singillarga videoni yuborib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.